Sizlar 1.22 versiyadagi narsalarni ko'rganmisizlar? Qani bo'lmasam ketdi. Shamshodbek Nollik kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasam let's go. 1.22 versiyada aynan bunaqa qopcha qo'shilgan. Qopcha qo'shilganda mana bunday qilib. Bunday qiladi. Bosib qo'yadi. Full. Bo'ldi. Hech bir so'raymiz. Hech bir so'raymiz. Sizga shit kerak bo'lsa, bunday ochasiz, bunday qilasiz, bunday bo'lsa, bo'ldi. Va ishlayapti. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisida mana bu tuxumlarni rasmiga o'tadigan. Mana Elder Guardian. Tolis bor, shunaqa Varden, mana Varden ham bor. Avenger ham bor, mana Cracking bor, Cracking. Mana 1.22 mana. Sorry. Qo'ymayapti. Qarangchi, shunaqa tuxumlar rasmi ko'rsatilib chiqqan. Keyingisi. Va bunaqa bloklar qo'shilgan. Ya'ni boyagi Crackingni ana o'zi biomidagi bloklar mana taxta, yog'och, narsa yozadigan, bu ham narsa yozadigan, qayir, ana o'simligi keyin yarimtali blok qo'shilgan. Va aytguncha keyin Crackingni ana joni mana bo'lar. Va Crackingni aniq qila olmadik-ku. Spam qila olmadik, mana endi spam bo'ladi. Mana shunda yuragi sariq bo'lib turadi. Sariq bo'lib qoladi. Keyingisida mana bu sharcha qo'shdim. Mazza uchun bo'ldi. Canavarlarga olsun bu. Gerekçe de. Bo'lsa qilsa bo'lar. Keyingisida mana sniffer tuxumi bilan keyin bunaqa ikki narsalar tushgan. Mana shunaqa narsa. Bitta video